2026-yilning ilk haftasida O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi tarixiy rekordni yangiladi. Boysundagi kondan neft topildi. Kam ta'minlangan oilalar kommunal xarajatlar uchun kompensatsiyaga onlayn murojaat qilishlari mumkinligi e'lon qilindi. Hafta o'rtalarida metan zapravkalarga yana cheklov qo'yildi. Bu muammo bo'lib turgan bir vaqtda Buxoroda AI95 deb sotilgan, ammo tarkibi boshqa bo'lgan benzin aniqlandi. Hafta kimlargadir og'ir keldi. Xususan, chorvasini himoya qilish paytida bo'rini o'ldirib qo'ygan fuqaro jarimaga tortilib, ishtixonlik ovchi o'z sherigini to'ng'iz deb o'ylab otib qo'ydi. Shu haftaning o'zida maktab direktori navbatchilikka majburlash ortidan ham ishdan olinib, ham ishga qayta tiklandi. It go'shtidan shashlik pishirib yeb kelganlar fosh bo'ldi. Taksi haydovchilaridan pul talab qilgan Bichoq laqabli jinoiy guruh yetakchisi qo'lga olindi. Shuningdek, Xorazmda zararli APK fayllarini tarqatib pul yechib olgan shaxs ham ushlandi. Yuqoridagi yangiliklar hamda sodir bo'lgan voqea hodisalarni tajribasida batafsil ko'rib chiqamiz. Kontentlarimiz yanada sifatli va tezkor bo'lishini istasangiz, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Boysun konida 2025-yil dekabrning oxirida neft aralash suyuqlik yer yuzasiga sizib chiqqan. Geologlar bu suyuqlik neft ekanini aniqlashda hozircha holat nazoratda. Yig'ilgan neft suyuqligi maxsus maydonga olib chiqilmoqda. U yerda har biri 5000 kub metr sig'imga ega bo'lgan ikkita izolyatsiyalangan hovuz mavjud. Suyuqlik hozircha xavfsiz saqlanmoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari ilk bor 66 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yil boshidan beri 61% o'sishni qayd etmoqda. Asosiy o'sish oltin hisobiga bo'ldi. Oltinning fizik hajmi ham 12 million troy unsiyaga yetdi. Valyuta zaxiralari esa 10 milliard dollarga chiqdi. 2026-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalar elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari uchun onlayn murojaat qilish orqali kompensatsiya olish imkoniyatiga ega bo'lishi xabar qilindi. Arizalar Davlat xizmatlari markazlari, ijtimoiy xodimlar, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali qabul qilinadi. Agar oila ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lsa, kompensatsiya avtomatik tayinlanadi. Arizalar har oyning 16-sanasiga qadar qabul qilinadi. Ko'ngilxushlik baxtsiz hodisaga aylandi. Jizzaxda ovchi bilmasdan o'z sherigini otib qo'ydi. O'q ovchining bosh qismiga tekkan va vafot etgan. Ishtixon tumanida yashovchi 4 nafar do'st ov qilish maqsadida Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumaniga borgan. Ovchilar turli joyga qamishlar orasiga berkinishgan. Shunda ovchilardan biri qamishlar orasidan unga yaqinlashgan do'stini yovvoyi to'ng'iz deb o'ylab uni otib qo'ygan. Sudlanuvchiga 1 yil muddatga ov qilish huquqidan mahrum qilib, ish haqining 20%ni davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1,5 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan bo'lsa, bo'rini o'ldirgan cho'ponga 8 million 200 ming so'm jarima belgilandi. Hodisa shunday bo'lgan. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida fuqaro qo'ylarga hujum qilgan bo'rini quvib yetgan va bo'ri nobud bo'lgan. Uning harakati hayvonot dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun talablariga zid deb topilgan. Sirdaryoda tadbirkorlar do'konlari sud qarorisiz buzilmoqda. 8-yanvar kuni Guliston shahridagi Navoiy shoh ko'chasida joylashgan yengil tipdagi savdo do'konlari majburiy tarzda buzila boshlandi. Tadbirkorlarning aytishicha, jarayon sud qarorisiz, kompensatsiyasiz va qisqa muddatda amalga oshirilgan. Mazkur hudud 2007-yilda shahar hokimligi qarori bilan savdo do'konlari uchun ajratilgan. Bu yerda 30 dan ortiq tadbirkor qariyb 18 yil davomida rasmiy ishlagan, soliq to'lagan va faoliyatiga e'tiroz bo'lmagan. Tadbirkorlar hokimlik vakillari do'konlarni o'zlari buzishni talab qilganini, aks holda og'ir texnika jalb etishni aytganini bildirgan. Buzishga qarshi chiqqan ayrim tadbirkorlar Ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgani ham aytilmoqda. Bu hafta ijtimoiy tarmoqlarda o'qituvchilar yangi yil uchun berilgan dam olish kunlarida maktabda navbatchilikka majburlangani haqida xabarlar tarqaldi. Farg'onaning Buvayda tumanidagi 37-maktab o'qituvchilari tunu-kun navbatchilikka majburlanayotgani aytilgan. Xodimlar 2025-yilning 25-dekabrdan 6-yanvargacha maktabda qolib, navbatchilik qilishga majburlangan. Ta'kidlanishicha, o'qituvchilar navbatchilik qilmasa, dars soatlarini olib qo'yish bilan qo'rqitilgan. Hodisa ortidan maktab direktori ishdan olindi. Ushbu voqeadan so'ng ommaviy axborot vositalari va tarmoqlarda navbatchilikka asos bo'lgan xatlar skrinshoti tarqala boshladi. Mazkur tashabbus maktabgacha va maktab ta'lim vazirligidan chiqqan ayon bo'ldi. Keyin barcha hududlar boshqarmalari, tuman va shaharlar bo'linmalari tomonidan o'ziga tegishli tashkilotlarga topshiriq xati sifatida tushirilgani aniqlandi. Bunga Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 20-dekabrdagi 245-sonli bayoni asos qilib ko'rsatilgan. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi matbuot xizmati esa bunga nisbatan vazirlikdan maktab o'qituvchilari navbatchilikka tursin degan topshiriq tushmagan deb izoh bergan. Mehnat qonunchiligi talablari buzilgan deb topilib, maktab direktori 8-yanvardan yana ishga qayta tiklangan.
Telegram messenjerida to'yga taklifnoma va mening rasmlarim deb nomlangan zararli APK fayllarni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Nihoyat Xorazmda shunday virusli fayllarni tarqatgan shaxs ushlandi. Kurlan tumanida yashovchi shaxs turli akkauntlar orqali Android uchun mo'ljallangan virusli ilovalarni yuborib, telefonlardagi karta ma'lumotlari va SMS kodlarini masofadan qo'lga kiritgan. Olingan ma'lumotlar orqali pullar bukmekerlik ilovalarida yechib olinib, keyinchalik kriptovalyutaga aylantirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 157 nafar fuqaroga 631 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Shuningdek, gumonlanuvchi 39 ta bank kartasini kripto hisoblariga bog'lab, 7 milliard so'mga yaqin kriptovalyuta savdosini amalga oshirgani aniqlangan. Hozirda jabrlanganlar ro'yxati aniqlanmoqda va tergov davom etmoqda. Toshkentda taksi haydovchilaridan pul talab qilgan Bo'choq laqabli jinoiy guruh yetakchisi qo'lga olindi. Toshkent viloyatidan poytaxtning Yashnobod tumaniga qatnovchi taksi haydovchilaridan noqonuniy pul talab qilib kelgan uyushgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Jinoiy guruh yetakchisi avval ham bezorilik moddasi bilan 3 marta sudlangan fuqaro bo'lib chiqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, u va sheriklari Damas haydovchisini urib, mashina kalitlarini zo'rlik bilan tortib olgan hamda haydovchilarning yo'nalish bo'yicha harakatlanishiga to'sqinlik qilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yangiyo'lda itlarni go'sht uchun o'ldirgan shaxs qo'lga olindi. Yangiyo'l shahrida itlarni go'sht uchun o'ldirib kelgan 27 yoshli fuqaro aniqlanib qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, holat 2025-yil sentyabr oyida Sabo mahallasida sodir etilgan. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilib, dastlabki tergov harakatlari boshlangan. Qonunchilikka ko'ra bunday holat ma'muriy javobgarlikdan keyin sodir etilgan bo'lsa, 20 million so'mgacha jarima yoki 6 oygacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanishi mumkin. Haftaning o'rtasida metan zapravkalar faoliyatiga yana cheklov joriy qilindi. 8-yanvardan boshlab metan zapravkalar soat 10:00 dan 16:00 ga qadar faoliyat yurita boshlaydi. Magistral gaz quvurlarida bosim pasayishi kuzatilayotganligi sababli mahalliy hokimliklar bilan kelishilgan reja grafiklarga asosan metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilmoqda deyilgan Energetika vazirligining xabarida. Xususan, Farg'ona vodiysida metan zapravkalarining ish vaqti hokimliklar bilan kelishgan holda gaz bosimidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Metanga cheklovlar bo'lib turgan bir paytda benzinda ham muammolar uchramoqda. Xususan, Buxorodagi yoqilg'i quyish shoxobchasida i95 deb sotilgan benzin xaridorning mashinasini buzib qo'ygan. Shundan keyin Raqobat qo'mitasiga Narzulobod Javohir nomli xususiy korxonaga qarashli yoqilg'i quyish shoxobchasi ustidan shikoyat kelib tushgan. Unda mijoz i95 markali 10 litr benzin qo'ygani, natijada avtomobilda nosozlik yuzaga kelganidan arz qilgan. Uning shikoyati servis xulosasi bo'yicha o'z tasdig'ini topgach, shoxobcha ma'muriyati yetkazilgan 14 million 400 ming so'm zararni qoplab bergan. 2026-yil 1-yanvardan O'zbekistonga kichik hajmli avtomobillarni olib kirishdagi bojlar oshdi. Endi kichik hajmli xorijiy avtomobillar dvigatel hajmi 2 litrdan kam bo'lgan avtomobillar uchun belgilangan umumiy qoidalar asosida import bojlariga tortiladi. Bu bojlar bojxona qiymatining 15% hamda har bir kub santimetr uchun 40 sentni tashkil etadi. Ma'lumot uchun Shavkat Mirziyoyev 2023-yil iyun oyida import qilinadigan kichik hajmli avtomobillar uchun imtiyozlarni joriy etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. 2025-yil oxirigacha dvigatel hajmi 1000 kub santimetrgacha bo'lgan avtomobillar uchun 0 stavkali boj, dvigatel hajmi 1200 kub santimetrgacha bo'lgan mashinalar uchun esa 5% lik boj qo'llanilgan. Bu haftalik dajjis edi. Kelgusi haftaning dolzarb iqtisodiy ijtimoiy yangiliklari bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Tangi o'zni kuzatishda davom eting.